menga qara. Sen de gapishishga olma, sen de urishishga olma. Qachongacha orqangni tozalab yurishim kerak? Gapir. Aka, joyga tegdingiz. Mendan mayib o'zlari boshlashdi. Jim qarab turishim kerak edi. Kimga gap qaytaribsanmi? Amir, yana ukam bilan urushyapsanmi? Men senga nima degan edim? Oya o'zidan chiqyapti-yu. Menga qara, gap qaytarma, agar yana bir marta shu holat takrorlansa. Alaykum assalom. Yaxshi. Sen ishlayapsan? O'zing gaplashaman. O'tir keling. Hozir aytadigan gapimni eslab qolgin, tushundingmi? Ukang nima qilgan taqdirda ham bu seni ukang. Seni jigaring, seni qondoshing. Ukadan voz kechib bo'lmaydi. Hech qachon ukangni xafa qilma. Aka-uka bir-biriga mehribon bo'lish kerak. Hamisha bir-birini qo'llab-quvvatlash kerak. Jigarchilik mana shunday. Chunki ikkalangni ham bitta qon oqadi. Sizlar qondoshsizlar. Sizlar urushlaring mumkin emas. Sizlar bir-birlaringni yaxshi ko'rishlaring kerak. Ukang haqmi, nohaqmi, aybi bormi, yo'qmi? Balki xato qilar. Lekin shunda ham u seni ukang. Sen har doim uni qo'llab-quvvatlab turishing kerak. Ukam deb yonida bo'lish kerak. Hayotda hamma o'tadi. Vaqt kelib biz ham o'tamiz. Atrofingda har xil odamlar bo'ladi. O'rtoqlaring bo'ladi. Sen bilan o'rtoq deb yuradiganlar ham vaqti kelganda seni sotib ketadi. Bitta uka sotmang. Hayotda eng yaqin insoning, voz kechib bo'lmaydigan insoning bu ukang. Samir, sen ham o'g'lim. Akang doimo hurmat qilgin. Akang doim qadrlagin. Akangning gapi gap bo'lsin senga. Tushundingmi? Sen ertaga orqangda turadigan tog'ing, suyanchig'ing mana shu akang. Aka-uka bir bo'lsa, ularni hech kim yenga olmaydi. Ularning orasini hech kim buza olmaydi. Tushunlaringmi? Umuman urushmalaring. O'g'illarim, bu holat boshqa takrorlanishini xohlamayman. Tarbiyaviy soatmi? Aka keling. Ukam, seni bir bag'rimga bosib qo'yay. Yaxshi ko'raman sen. Men ham sizni yaxshi ko'raman aka. Samir, ukajonim, men seni yaxshi ko'raman. Akajon, men ham sizni yaxshi ko'raman.